Agar xohlasang, yo'q demasang, mana shu top zonadan tepa qismidan ozgina olamiz. Cho'lkani ko'targaningda hamma joy baravar ishib qolmasligi uchun. Yonlarni tep berding. Shu joyi orqa qismini tep bermadan telefon qilamiz. Ja qiyin emas. Значит, tepani, makushkani sal kamaytiramiz alyonda. Cho'lkani maksimal qoldiramiz. Yon qismlarni tep berib bo'ladi. Ana birinchi ochiribdi sochni zonalarga bo'lib olamiz. Ishlashimiz oson bo'lishi uchun soch qaysi tomonga ochilgan bo'lsa, shu tomonga zonalarga bo'lib olamiz. Sochni majburlamaymiz. Agar to'g'ri tochni ochib qo'ysak, ertaga keyin tarchat bo'lib tikka turib qolishi mumkin. Shuning uchun qiyshiq bo'lsa ham sochni o'zini yo'nalishi bo'yicha. Bilasizlar, soat strelkasi bo'ylab o'sadi o'zi shunaqa holatda. Shuning uchun sochni majburlamasdan o'sgan holat paytida o'zini zonalariga ajratib olamiz. Mana ko'ryapsizlar, bu soch chap tarafimiz tepaga qarab o'syapti, значит tepaga qarab ochamiz. O'ng tomonimiz o'zidan o'zi mana pastga ochilgan, значит pastga. Xullas sochni majburlamasligimiz kerak. Orqa qismi hozircha shu ko'rinishda turadi, endi yon qismlarni hozir ko'rsatamiz. Yonida shu yon qismida ishgan suyak qismi bor. Shu suyak qismini paraqdek qo'yib past balandga ishlaymiz. Shunda o'zi tochkasi bor. Eng tepa самый выше tochkadan kontrol olishimiz mumkin, ya'ni probor. Yılınçık akarattıkçı. Endi betaja va narsa bo'lmaydi, sababi sochimiz kalta, buni kardinalni o'zgartirishimizni xohlamayapti. O'zi bor narsani chiroyli qilib tekislab qo'yishimiz kerak. Oddiy har doim ishda bo'ladiganlaringni qilib oddiy qilib bo'ldik. Mana faqat boshni tepa qismini bo'lib olganmiz. Ko'rib turibsizlar. Endi bizning vazifamiz shu yon qismlari va orqa makushka qismida ob'yom qoldirishimiz kerak. Ya'ni taper fade'ga tayyorlashimiz kerak sochni. Birinchi bizning vazifamiz kontrol olib, mana shu yon qismida taper uchun joy ochamiz, maksimal tepadagi ob'yomlar qoladi. Shunday oldiga taralish kerak. Bu yerda endi har xil zonalar bo'lingan. Mana quloq ustiga qarab uzun bo'lgan, baqa uzun bo'lgan, ikki tomoni uzun bo'lib ketgan. Bu yerda ob'yom ko'p. Endi ob'yomni ozgina olamiz va oldiga shunday taralaydigan qilib taraymiz. Kesamiz, taraymiz deyapman. Nima emas? Nima desam bo'ladi? Bu просто strishkani endi shu zonalarga bo'lib olish bu katta bir qo'rqinchli narsa emas endi. Bir vazifamiz bitta, bo'lib olmaydigan odamniki ham, bo'lib oladigan odamda ham bitta narsa rezultat oxirida. Faqat bo'lib olsangiz toza chiqadi ishingiz, kачество boshqacha bo'ladi. Ya'ni bitta step by step bo'ladi, ketmaydi. Shunday bo'ladi. Biz endi hozir keldik, taksi chetyapti-da, nima deydi. O'zimiz uchun, taper uchun orqa qismida ob'yomini yechib oldik. Old qismida ham ob'yomini yechib oldik. Massamiz orqaga taralsa chiroyli va mana orqaga bir-biriga kirib ketib taralyapti. Oldiga tarasak ham bemalol taraladi. Ob'yomi bir xil qilib qoldi. Endi chap tomonni hozir olib bo'ldik. O'ng tomonni ham xuddi shu tarzda olamiz. Birinchi kontrol, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi, oltinchi, yettinchi bo'lib, sochni qalinligiga qarab kontrolimiz, zonamiz ko'payib ketaveradi. Ikkinchi tomon shu tarzda davom ettiramiz. Sochimizni tepa qismini diffuzorda quritib uklatkasini qilib oldik. Orqalari, formalari sal boshladik. Hozirda mana shu ko'rinishda. Endi taper elementini qo'shamiz. Bularchi nima deydi? Endi ishimiz
taper elementini chiroyli qilib perxod qilish. 3,5 nasatkani qo'ydim, ishini ochdim. Sekin ko'tarishni boshlayman. Sal o'rta ochamiz. Tugatdik. Endi hozir u tomonini olamiz, o'ng tarafini. Lolching nima deyapti? Ko'ryapsanmi shtatni? Sal baqira. Modelimizda ham sochlarni, strishkalarni qilib bo'ldik. Taper fade elementini qo'shdik. Tepalari kvadratniy forma bo'ldi. Ko'rinishi mana shunday holatda hozir. Endi o'zlaring like, komment bilan baho berib ketasizlar ham. Sal vaqt.